Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Xorazm viloyati Shavot tumanina 230 da 270 lik darvozamizdan keldik. Bu darvozamiz 1-2 lik listadan ishlandi. Darvozamizning orqa tarafi alikafon bo'ldi. Zamoqlarga keladigan bo'lsak, Frida zamoqlar bilan ustanovka qilib berdik. Darvozamizning pastki qismi paroqlari shivler bo'ldi. Obdanishliklarga keladigan bo'lsak, obdanishliklari 15 sm lik obdanishliklardan 3 polasa nijvega tashlab ishlab berdik. Qulloflari 3 dan qo'yildi. Eshiklarni ham, darvozaning o'zini ham 3 dan qo'yib berdik. Darvozaniki katta qulloflardan, pachnikli qullofdan bo'ldi. Qo'l bala ishlanmagan, zavodskoy yaxshi firmenniy vajlardan ishlandi. Darvozamizning kraskasiga keladigan bo'lsak, gruntovka sapilgan, gravatex ham sapdik ustuna, keyin ustuna JK2 mokriy asfalt kraska sapib beramiz. Ustidan keyin naval firmali laklardan sapamiz. 4 silovoy kraska bo'ladi. Nijverkalari zakazchikimizning didina qarab, qora, oltin svet, kumush har xilsidan jihozlab beraveramiz. Ustini framogalari milliy fasonda 1.8 lik listadan oyma ravishda ishlab berdik lazerli apparatda. Ayna listlarga keladigan bo'lsak, 2 qat steklo bo'ldi. Bam darvozani esini didina qarab, oq yoki o'zini svetdan tushadigan Ford 100 olib berishimiz mumkin. Darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Dugalar ham bespolatni o'zini mos ravishda o'zimiz o'rnatib berdik. Bular ham nijveka bilan qoplangan. Darvozamizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, orqa taraflari ham 5 shurupni o'zi jiddiy bosib, akkuratni chiqishi uchun ishlab berdik. Ichki taraflari bazat bilan qoplangan, har bir profilning ichine steklar tiqib, izolyatsiya etib berdik. Eshigimizni yine açıp yapılışında tovush chiqadimi chiqmaymi ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa kim shunday sifatli yaxshi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Rahmatjon brend eshiklarni murojaat etaverasizlar, telefon raqamlarini qo'yamiz.